Qadrdonlar 2025-yil dekabr oyida kelgan. Mana shu g'onajinlar, ko'rib turgan g'onajinlarning hammasi tuxum kalla, toza berdi angus. Mallar qarang. Ishtahalari zo'r. Saqlakan, mana uni qarang, mana uni. Mashina zoti nima yozib yuboringlar, mashina zotini akalar. Qarang, malla. Qarang, hammasi qochishga tayyor. Mana ikkita ekan shundan. Ikki bosh ekan shundan. Xo'p. Assalomu alaykum. Chimyon.uz kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Amindaryodamiz. Deyarli akalar 100% dehqonchilik. Jami necha bosh g'onachi, tog'a? 25 bosh g'onachi. Undan ikkita sina bo'la. 6 bosh novvos. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bittadan lag bosib qo'yasizlar, mana novvoschilar. Mashalloh, mana ko'ringlarchi. Bittasi mana shular yem yurgan novvoslar. Bugungi sana 23-noyabr 2026-yil hafta kuniga seshanba. Kim qayerdan ko'ryapti yozaverasizlar. Mana jonivorlarning kattaligini. Mashalloh. Ichkariga kirib, ko'rsatib, narxlarini aytib beramiz. Ismingiz nima edi bo'lma? Muhammad Diyor ekanmiz, ko'rsatib beramiz. Aytilgan narxlar muhim bas. Kelib optim quyug'i suyug'i. Hop 25 bosh g'onajim bo'lsa, mana ena bola bilan 25 boshda, to'g'rimi? Bu 6 bosh, 31 bosh jami, to'g'rimi? 31 boshni quyug'i suyug'i olsalar ham bo'laveradi. Instagramga o'tasizlar, Chimyon.uz yozasizlar, xudo xolasa qisqa balonda videolar qo'yganmiz. Akalar, hozir orqalardan, ichkaridan ko'rsatamiz. Bularni tashqariga olib chiqqan sharoitimiz to'g'risi o'ta charaq, tashqariga olib chiqib qochib ham ketmasin. Taxminan bo'ylarini, tiri vaznini aytib berishga harakat qilaman. Xohlang salkilda yemlab, ozgina yemlab, to'yto'naqqa yoki oshxonalarga bunday yetkazib olsa bo'laveradi. Tayyor. Rahlan aytamiz, hozir shunday ichkariga ko'rsatamiz akalar. Ammo hammasini ovoz qo'yaman desangiz, hammasi talab. Bir qiziqishga semental navoz qo'yib ko'rsa qana bo'lar ekan? Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Qadrdonlar, ko'ringlarchi g'onajinlarni. Hammasi talab. Hammasi bo'ylar 125 atrofida. Eng kichkinasini trivazni aytib beraman. Eng kichkinasini trivaznini. Eng kattasi mana, ashlarda ham trivazni aytaman. Taxmin aytaman, endi 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo adashishim mumkin. Jonivorlar, o'zim aylantirib olaman. Sekin haydab ko'rsataveraman. Ko'ringlarchi. Ha, mallalarni qarang, mallalarni. Limuzinga o'xshab ketar ekan mashina bor-ku. Orqalarni ko'rsatchashlar, orqalarni ko'raylikchi. Yelinlari yaxshi. Jonivorlar, qani qochinglarchi. Qani qochsana. Ay, mashalloh, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Nima deysiz? Ha, Gerfordlar ham bor ekan, bunaqa qizillardan ham bor ekan. Qizil anguslar bor ekan. Mashlarda endi mana avlikolga gibrid avlikol semeshinnilar bor ekan. Ancha katta bo'lib ketibdi bular, Bularning navoslar bor-da, tog'a. Navoslar bordi, necha bosh ham navos bor edi. Navoslar sotildi. Undan 6 bosh qolgan. Mana yelinlar qarang mana. Mana yelinlar, qizil. Bular ushlatmaydi omma lekin. Hop, eng kichkinasi akalar 280 kg desam nima deysiz tog'a? 280 kgdan 380 kgga qadar deyveraymi, rozimisiz? Taxminan. Endi 400 dan vahim bo'lib ketmasin. Mana kattadan mana u, qarang. Mana kattaligini qarang. Ammo yetilib qolsa, semirib qolsa, o'sha to'yxona, oshxona, xullas so'qimlarga bo'laveradi, xudo xolasa. Yana bilmadim, kommentariy yozinglar. Narxlarni bir yo'lida aytish kerak. Quyug'i suyug'i ham narx aytamizmi hammasini bir joyga? Bir joyga ham aytaveramiz hammasini. Xo'p, kichkinasini nech pul? 28 milliondan 34 millionga do'r. Katta kichigiga qarab savdolashib olaverasizlar. 33 bo'lmaydimi? 33. Tepasini. Tepasi 33 million. Xo'p, bular 25-yil dekabr oyida kelgan edi. Qayerdan kelgan edi? Gornaltaydan.
O'sha darvozalar yopilishidan oldin kelgan ekanda. Ha, Novvos nechta edi? Novvos. Novvos 30 tada 6 ta qoldi. 24 ta sotildi. Xudo xolasa bular ham sotiladi akalar. Kelib ko'zing bilan ko'ringlar. Bo'ylari 120 dan past emas. Trivazni 280 kilodan eng kichkinasi. Mumkin akalar nima qilib gapirayotgan bo'lishi mumkin, pastroq aytayotgan bo'lishi ham mumkin. 380 kilogadir. Shuni o'rtasida tarozga sotilmaydi-yu, xulosa chiqarishlaring uchun aytyapman. Bitta, ikkita olaman desangiz ham kelavering, xudo xolasa savdosi bor. Buni borib qo'raga qamab boqsangiz zo'r bo'ladi. Tog'a nimami? Quyug'i so'g'i nech pulda? Hammasi bir joyga, mana shu, bir qo'riz. 32 dan kami bor. Pasti 28, tepasi 23. 33. Ha, 33. 1 million tushyapsizmi hammasini? Pastda 20. 31 dan. Yana 500 mi? Ha. 31 dan ham deyapti. Kelishamiz qo'ygan. Kelishlar. Hammasi kami bor uka. Ha, bo'laveradi. Akalar holatga qarab kelishilaveradi. Oh, tepadigoni ham bor ekan. Bo'g'oz masa bular, ichida bo'g'oz yo'q-a? Yo'q, bularcha bo'g'oz yo'q. Bo'g'oz yo'q. Xo'p. Jonivorlar, mashalloh deb yozib qasdi. Oh, ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa hammasini bitta qaratib berasiz menga. Vaksinalari qilingan, ko'rlari qilingan. Hammasi talab bo'lib yotibdi. Buni endi qochirib qo'ysangiz bola tug'dirib, katta qilib kutgandan ko'ra buni ustonoq bo'lmaydi. Undan qamab turib, mondalab boqib turib, tashlab torish kerak. Oshxonasi bor aka-ukalarimizga shunda jo'natib yuboringlar. Mumkin yengilroq tushib qolar. Yani savdosi bor deyapti-yu. Dastlabkasini ham kelishib olasizlar. Ma. Bo'ldi. Xo'p. Qadrdonlar, mana shu holat. Ko'rdilaring. Aytilgan narx muhim emas, bu yo'q endi oluvchining o'zini mahoratiga ham bog'liq. Savdosi bor. Pul zarur sotiladi. Endi kelib qattiq savdolashib olaverasizlar. Bog'liq ekanmi? Bu yana bilan shata turib ko'rsatib qo'ysak bo'lmaydimi? Novvosaga o'tamiz-da. Bu necha yillik bo'ldi buni bolasi? Sizga 1 oylik bo'ldi bunisi. Nari kattasiga 1 oylik. Kichkinasigachi? 25 kun. 25 kun. Endi yurishibdi. Stop. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad yurchi. Ko'chimang. Nech pul bular? Bularga ham 10 milliondan kam bor. Bular baland aytibardingiz-ku. Onlar dedi 30 milyon, 32 milyon deyapti. Bu bolasından bir tayyor novvoz. Bolalarni ovoz. Ha. 10 milyondan kam bor, yozib bering. Savdosi bor-da endi, ha? Ha. Stop, ravatda cho. O'ta yovvoyilardan. Akalar. Mana shu mollar. Qani novvoslar ko'rsataylik-chi. Novvoslar ko'ringlar akalar. Novvoslar ham yaxshi. 16 oydan kelgan. Bular ham shu g'unajillar bilan bir xil kelgan. Ko'chat boqaydiganlarga 1 yil boqaverasiz. Xudo xolasa tonnali bo'lmasa ham bir 800 kilolik bo'ladi, xudo xolasa. Mana qarang, polvonni qarang mana uni. Kepe kunjara yeydi xolasa. Kunjara yo'q. Kepedi o'zini. Hammasi kepe yeydi. Somon bilan kepay, somon bilan kepaydan boshqa istiyorsan yo'q. Somon bilan kepedi o'zini yeydi xolos. Yaxshi. Sog'ligi garantiya, yeb ichish yaxshi. Hammasi vaksinasi. Vaksinalar qilingan. Yo'q bu molga. Eng kichkinasi nechi pul? Mana shu oqiz. Mana shu ikki oq nechi puldan? Mana shu ikki, mana shu ikki. Qancha million? 33 milyon. Mana ham 33, ikkitasi mana. Ha, mana bunisi 32 milyon olmuş. Onisi 32, 33. Man 38'den kam var. Kotalar 38'dan. Ha. Xullas 32dan 38gacha bor ekanda. Ha. Shunaqa. Shularda ham bo'yi o'sha 120, 115 plus minus. Ammo bir xilga o'najillar bulardan katta ekan o'najillar bor-ku. Ha?
Onachilar bulardan katta ekan. Ular hamma tallanib qo'yganlar. Tanla. Eng oxirgi. Saralanibdi. Ha, zo'rlarni olib ketdi. Ha, bo'lmasa sal yangrab beraver ekansizda, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Ha, tog'a. Kelib tog'a bilan savdolashaverasizlar. Xo'p, ekran nomerlarga telefon qilasizlar. Tezroq kelib ko'rib usta savdolashasizlar. Naqd pulga sotiladi. Aytilgan narx muhim emas. Endi kelib, hali nima deydi? Chiroyli qilib ko'ngli yaqin savdolashsalar, to'g'ri berish bo'lsa kerak. Hali nima deydi? Qalovni topsang qoram yog'adi deydi Moybek aka. Taniysizlarmi bu odamni? Mana bo'lsa zo'r ekan, ko'chatlar zo'r ekan. Nima deysiz? Shu yo'qlar kerak. Xo'p, Buni arzon. quyug'i yo'q, hammasini ich bildan. Qaysi hammasi? Uni atini buyu, anu yo'q, hammasi. Bu yo'q, hammasimi? Bir joyga. Hammasi bir joyga 32 milliondan ketadi. Bu Novoslar ham 32 dan, anu ham. Hammasi dolar. Ama anu enabolangiz bittaga yuradi, ha? Endi bitta ko'radi, endi bitta olgan. Ha, enabola bittaga yuradi. Mana shu enabola ikkovi ikkita molga yuradi, hisoblanadi. Bo'zo'lar hisoblanmaydi. Hammasi yuradigan bo'lsa, kelar 32 milliondan savdosi bor, talash-tosh olaverasizlar. Nomer nechi nomer? 90lik. 534, 534 32 10. 32 10. Bitta nomer bo'ladi. Ana 3 million qo'yib beradi. Ayting. 91lik 91lik 043 043 1208. 1208 telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Aytilgan narx muhim emas, endi savdosi bor. Aytdim, 5-dekabrmida 5-dekabrda kelgan 2025-yil xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.